Abdullanov Abror Orifjonovich Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkazilgan test, imtihon hamda amaliyot hamda suhbat jarayonlarida muvaffaqiyatli o'tib, guruh nazoratchiligi sifatida qabul qilindim. Ayni vaqtda oliy va professional ta'limlarda boshlanishi kutilayotgan test jarayonlariga guruh nazoratchi sifatida o'quv seminarida ishtirok etmoqdaman va bunda bizga asosiy ma'lumotlar berib o'tildi. Ya'ni test jarayonlarida guruh nazoratchini vazifalari alohida uqtirildi. Shuningdek, qonuniy nuqtai nazardan test jarayonlarini adolatli, qonuniy, shaffof holatda o'tkazishda yana bir bor ta'kidlab o'tildi.